Bu narsani sizlardan sir saqlashga qaranglar. 100% li telefon misol uchun suvga tushadi. Suvga tushgandan keyin uy sharoitida buni qanday qilib 100% to'xtatadi? Ya'ni kuyib qolishdan 100% saqlash mumkin. Men sizlarga hozir shuni o'rgataman. Bitta like, podpiska, komment yozib, bitta podpiska bo'lib qo'ysalar, shunaqa foydali videolar faqatgina ustda bo'ladi. Suvga tushdi, kuyib qolmasligi uchun birinchi bo'lib qiladigan ish. Demak, boshladik do'stlar. Telefonlar ikki xil ochilishda bo'ladi. Ko'pincha boshqachalari ham bo'ladi, lekin ko'pincha ikki xil ochilishda bo'ladi. Birinchi ochilish, telefonni ochishimiz kerak. Telefonni qanday ochadi? Birinchi bo'lib sim karta joyini chiqaramiz. Tindog'inglarda yoki bo'lmasa mana shu kichkina narsani shu sim karta joyiga shuni solamiz. Biz endi pastga yurgizamiz. Ko'ryapsizlar? Ochamiz. Biz oddiy pichoqda yetishgan bo'ladi. Oddiy pichoqda bitta boltni olamizda, aynan batareykani shlefi bo'ladi. Aynan shu shlef batareykaniki bo'ladi. Shunaqa maydaroq narsa tiqqanimizda ko'tarib qo'yamiz. Birozgina ko'tarilsa, platadan ajraydi. Tok kirishi to'xtaydi. Massa bo'lmaydi, boshqa narsalar bo'lmaydi-da, telefon tapataq o'chadi va to'g'ri ustiga olib kelsanglar, telefonlaring kuyib qolish, parametrasiz ekranni kuyib qolishlaridan katta ehtimolga qutulasizlar. Ikkinchi telefonni ham xuddi sim karta joylarini olamiz. Qo'lim kirgan, lekin ko'tarilmayapti. Ko'rdingiz, ajramayapti. Nima qilish kerak? Oddiy, men misol uchun uyda hammada fen bo'lsa kerak. Oddiy fenda telefonni orqasini yaxshilab qizdirib olamiz. Qizdirib olganimizdan so'ng oddiy lezva bilan mana bunaqa burchagiga solamiz. Sekingina solib ko'taramiz. Oddiy bunaqa uchli salafan solib shuni yurgizamiz. Kilesi bo'ladi atrofida. O'sha fenda qizdirib, yumshatib ochsanglar bo'ladi. Mana ochildi. Suv kirgan, uje boltlarini oddiy pichoqda yechsanglar bo'ladi. Yechib turib, doimgidek batareykani ko'tarib qo'yasizlar. Ochamiz. Ochganimizdan so'ng yana qarang, ichlarigacha suv kirgan bo'lsa, birinchi bo'lib aynan shu batareykani tokini uzib qo'yamiz. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib bo'lmaslik uchun bir dona like, podpiska, kommentariya yozib qo'ysalar, bundan foydali videolar faqatgina ustda X da bo'ladi. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Rahmat.